Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlariga diqqat qilib boqaylik. Xitoy yuqum ahvolini iz qo'g'lash detalini ishlatishni to'xtatdi. Tayvan Shveysariyani o'zining Tayvan masalasiga qaytadan qarab chiqishga undadi. Xitoy yadro o'qbeshini shiddat bilan ko'paytmoqda. Angliyalik sobiq soqchilar Sharq Turkistonda Uyg'urlarga ziyonkashlik qilgan Xitoy soqchilarni tarbiyalash bilan ayblandi. Daeshning Xorason sho'basi Kabuldagi portlatish voqeasini o'z ustiga oldi. Xo'sh, hurmatli ko'ruvchilarimiz, undaqda dehqonlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. BBC to'rining 12 dekabrdagi xabarga ko'ra, Xitoy 2020 yilning 5-dan buyangi 3 yillik yuqum mezgilda davlat miqyosida kishilarning harakatini iz qo'g'lab tekshirishga ishlatilgan yanfon detalni ishlatishni to'xtatgan. Bu Xitoyning nurg'un talash tortishlarga sabab bo'lgan atalmish yuqumni nolga tushirish siyosatidan taltux voz kechganligining eng yaqin alomatlaridan biri ekan. Lekin bu qaror kuchli simbolik ahamiyatga ega bo'lsa-mu, ammo Xitoyning har qaysi yerlarda kishilarning faoliyatlarini tekshirish uchun ishlatilayotgan yerlik applar texnik to'xtatilmag'achqa, bu qaror kishilarning kundalik turmushiga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi ekan. Tayvan News to'rining 18 dekabrdagi xabarga ko'ra, Tayvan diplomatiya ministri Wu Jiaoxi yaqinda Shveysariyadagi Tages Anzigar gezitining ziyoratini qabul qilganda Shveysariyani Tayvanni texmo bakra qo'llashga undagan. U yana Shveysariyaning atalmish bir Xitoy siyosatini yo'l qo'yganligini va Xitoyning Tayvanni o'zining bir parchasi degan davrini qabul qilganligini tanqidlagan. Hamda ikki davlat o'xshash qimmat qarashga ega tabiiy sheriklardan bo'g'ishqa Shveysariyadan Tayvanga qaratgan siyosatiga qaytadan qarab chiqishni talab qilib mundoq degan. Tayvan bilan Shveysariyaning erkinlik va demokratiya, kishilik huquqni qo'g'dash va qonun bilan idora qilish qatorliq jihatlardagi qimmat qarashlari o'xshash. Shu vajidan davlatimiz tahdidga uchraganda Shveysariya hukumatining Tayvanni qo'llashini umid qilamiz. Har bir davlatning o'ziga xos siyosati bor. Biz Tayvanning diplomatiya siyosatidagi amaliy cheklamalarni tushunamiz, lekin shuning bilan bir vaqtda Tayvan iqtisodiy jihatda kuchli va hayotiy kuchga to'lgan davlat. Shunga men Shveysariyani Xitoyga eg'ib ketmasdan betaraf mavqe tutishga chaqiraman. Shveysariya eng dastlabda Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan g'arb davlatlarining biri bo'lib, ikki davlat 1950-yili diplomatik munosabat o'rnatgan. Shveysariya shuningdek e'tiboran Beijingning bir Xitoy siyosatini qabul qilib kelmoqda. News to'rining 16 dekabrdagi xabarga ko'ra, 2020 yili Xitoyning Qoral yarog' iskilotida 200 dona yadro o'q-beshi bor bo'lib, yaqinqi 2 yilda Xitoy yadro to'qinishi yuz berganda ishlatiladigan o'q-besh sonini biroz oshirgan. Ammo Xitoyning yadro savdosi buninglik bilan to'xtab qolmagan bo'lib, Amerika davlat mudofaa ministrligi yaqinda e'lon qilgan Xitoyning harbiy kuchi nomli dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy 2027-yilgacha o'zidagi yadro o'q-beshining sonini 700 ga yetkazishi mumkin ekan. 2035-yilga borganda Xitoyning kam deganda 1500 dona yadro o'q-beshi bor bo'ldi ekan. Albuki Xitoy 1500 dona o'q-beshiga ega bo'lgan taqdirda bu yana Amerika bilan Rossiya navbatda ega bo'lgan yadro qurollarining 3dan 1ga to'g'ri keldi ekan. Mo'ljallanishcha Amerikada hozir taxminan 5550 dona, Rossiyada taxminan 6225 dona yadro o'q-beshi bor ekan. Angliya, Fransiya, Hindiston, Pokiston, Isroil va Shimoliy Koreya qatorliq boshqa yadro kuchlari raqiblarni cho'chitish maqsadida muqim sonda yadro o'q-beshini saqlab kelmoqda ekan. Lekin yuqorqi davlatlarga o'xshamaydigan Xitoydagi yadro o'q-beshining soni aslida nisbatan oz bo'lib, ularning bir qancha yil ichida bu sonni aslab oshirishga urinishi tahlilchilarning diqqatini tortgan. Mirror to'rining 17 dekabrdagi xabarga ko'ra, London soqchi instituti degan xususiy shirkat Xitoy soqchi doiralari bilan 2023-yilgacha kuchga ega 5 yillik to'xtam imzolashgan bo'lib, bu institut mazkur to'xtamga binoan Angliyaning oldini olish strategiyasidan foydalangan asosda Xitoy soqchi maktablaridan kelgan kursantlarni, ya'ni kelgusidagi jallodlarni atalmish terrorlik qarshi turish bo'yicha tarbiyalagan. Mazkur institutning mashg'ulotlari angliyalik sobiq soqchilar bo'lib, ular mush ish sababli Uyg'urlar qattiq ziyonkashga uchrayotgan Sharq Turkistonda xizmat qilishi mumkin bo'lgan Xitoy soqchilarini tarbiyalash bilan ayblangan. Ikkinchi mazkur sobiq Angliya soqchilari qiynashdan qutuldirish tashkilotining kishini hayron qoldiradigan doklati sababli oshkorlanib ketishga ozla qolganda, ondan Xitoy soqchilarini tarbiyalash turini to'xtatgan. Mazkur doklatga ko'ra, Angliya doiralari bu turni 71 ming fond sterling yordam puli bilan ta'minlagan. Qiynashdan qutuldirish tashkilotining doklatida yana mundoq deyilgan: Angliyada tarbiyalangan har qanday Xitoy soqchi xodimlarining Sharq Turkistondagi yerlik millatlarni sistematik qiynash va bostirishga ishtirok qilish xavfi bor. Nikkei Osiyo to'rining 18 dekabrdagi xabarga ko'ra, Daeshning Xorason sho'basi 12 dekabr Kabulning markazidagi Xitoy diplomatiya va savdogarlar doim boradigan mehmonxonada yuz bergan portlatish va etishning javobgarligini ustiga olib,
o'zlarining bu vaqada Xitoy kommunistlarini va Taliban unsurlarini nishon qilganligini bildirgan. Bu Taliban 2021-yili 8-oyda Kabulni qo'lga kirgizgandan buyon Xitoyning Afg'onistondagi manfaatiga qaratilgan tunji qadamli hujum ekan. Xitoy diplomatiya ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin voqea yuz bergan kunning ertasi 5 Xitoy fuqarosining yaralanganligini va Xitoy doiralarining Afg'onistondagi Xitoy fuqarolari va tashkilotlariga Afg'onistondan darhol ayrilishni tavsiya qilganligini bildirgan. Portlashdan bir kun ilgari Xitoyning Afg'onistondagi bosh elchisi Wang Yu Afg'onistonning muavin diplomatiya ministri Shir Muhammad Abbas bilan ko'rishib, bexatarlik masalasini muzokara qilgan va uningdan Xitoyning Kabuldagi bosh elchixonasini qo'llashga texnik va kuch chiqarishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Daeshning Xorasan sho'basi yaqin oylarda yana Kabuldagi Pokiston va Rossiya elchixonalariga hujum qilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, Abdul xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh, Allohga omonat.